Maktub kapitan amakimga. Assalomu alaykum kapitan amaki. Doim sog' salomat bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Siz hammadan kuchli va aqllisiz. Chunki barcha bolalarni baxtli bo'lishi, yaxshi o'qishi va ota-onalarini yaxshi ishlashi, xotirjam bo'lishlari uchun uxlamasdan ishlaysiz. Vatanimiz tinch va chiroyli bo'lishida sizning xizmatingiz katta. Men va sinfdoshlarim katta bo'lsak, sizga o'xshagan vatan himoyachilari bo'lmoqchimiz. Hatto meni kichkina ukam Yahyo ham men askar bo'laman deydi. Kapitan amaki, siz bilan hamma insonlar faxrlanadi. O'zbekiston mard o'g'lonlari, bahodirlar, pahlavonlari, tinchligimiz chin posbonlari, bayramingiz muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasiga, xalqiga, prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Men ham